gapirib olmaylik. Salom alaykum. Va alaykum assalom, bormisiz? Yaxshimisiz aka? Salomatmisiz? Yo'q, shu nimaga? Sizni videolaringiz menga hamma tashlayapti, aytyapman, menga tegishli emas bu deb o'tgan safar ham aytdim. Qaysi videolarni sizga tashlashyapti aka? Istoriya qo'ygan ekansiz, bittan chiqib olib gapiryapsan, bittan chiqib olib bu qilyapsan dedi, ya menga tegishli emas deb qo'ydim. O'tgan safarga qo'yganing. Biron joyda siz men bironta gapirgan videomga sizni rasmingiz chiqqan yo'q, chiqibdi. Rasmni qo'yib chiqarishdi. Prosta men o'zim o'chirgizib yubordim, keyin men aytdimki, bu bola bilan hech bir ko'rishganimizda menga oshcha gapirayotgan ish qilgan yo'q, men ham bunga oshcha gapirayotgan ish qilmaganman bunga. Menga hayotda oshcha gapirmaydi. Hozir narsa men haqimda bo'ldimi shu gap aka? Endi eshittirsiz ozgina aytaman sizga hamma. Shunaqa men haqimda bo'lmadimda, temani o'zgartirib yubordim. Shu oldingisida. Keyin gapni eshitdim. Agar hozir yana meni gapirib turgan bo'lsangiz, gapingiz bo'ladigan bo'lsa, xuddi siz Lyuboy bilan 100 gaplashganda, bilasiz, men ham Lyuboy bilan 100 gaplashaman, o'zingiz bilasiz. Chunki birovni 100 erkalik to'g'risida gapirishni kerak yo'q. Nima desangiz, biz ancha oldin erkak, mujik bo'ylar deb turib, hammani ustidan yozib olganlar ko'rdik. Ikkalamizga ham erkalik to'g'risida o'zi bilishadi hammamiz. Ikkalamizni ham. Shuning uchun demoqchiman, bu yerda agar shu gapni o'tgan safar ham o'zimning ish bo'yicha ham, mashina qurishni ishi bo'yicha ham u odamni ismini aytmasam ham o'zini xatosi bor shekilli, o'zi shu narsani kovlab chiqdi. Bu tema bo'ldi. Bu temani o'chirdim. Hozir bu temani ichiga keladigan bo'lsak, Fazlimni menga rosa javob yozishyapti. Fazlim bilan sizni aytishdida, Fazlim bilan anoni aytishdi. Qovog'ini solib gapirayotgandi. Eng yaqinda face to face'da efirda yozishdi. Muhiddim bilan face to face'ini yozishdi. Keyin aytdimki, men dedim, bulardan urushadigan bo'lsa dedim, endi siz gapingizni yaxshi eshiting gapimni. Agar hozir mana shu gapimga aka men bunaqa demadim desangiz, bu hozir meni gapirishingiz sizga noto'g'rilik qiladi. Nimaga? Siz to'g'risida gap ketmaganini ham bilasiz. Endi kim qanaqa tushunsa o'zi biladi. Xolasangiz siz ham o'zingizga oling, xolangiz olmang. Nimaga desangiz? Yo'q, nima xolasam o'zimga olaman. Eshiting. Aytdiki, Abi deyman, Ashim bilan urushadi deb turganda aytdiki, nimaga urushmading, bu yerda qabul qilmading desa nima degan? Oktagonligiga. Men bilmayman.